Jinoyat olami kanalining qadrli muxlislari va sadoqatli obunachilari. Jahon detektiv asarlarining benazir yozuvchilaridan biri James Hadley Chase nomi kitobxonlarimizga yaxshi tanish. O'quvchini hamisha hayajonda ushlab turadigan bu noyob va favqulodda qobiliyat egasining o'zbek tiliga ilk bor Ibrohimjon Halimbekov tomonidan tarjima qilingan Guvohlar bo'lmaydi nomli detektiv asari ham sizda katta qiziqish uyg'otishiga ishonamiz. Mazkur asar Gollivud shou biznesining eng yorqin yulduzi, kinoaktrisa Jun Arno xonim va uning barcha xizmatkorlari vahshiylarcha o'ldirib ketilishi sahnasi bilan boshlanadi. Bu dahshatli qotillik yoki qirg'in kim tomonidan va nima uchun amalga oshirilgan? Kinoaktrisaning o'limi kimga kerak bo'lib qoldi? Butun shahar ahli qalbini larzaga solgan bu ommaviy qatlning tirik guvohi bormi o'zi? Nima uchun shov-shuvli bu jinoyatni fosh qilishda faol ishtirok etayotgan politsiya serjanti O'Brien qasamyodini buzib, jinoiy to'daga sherik bo'lib qoldi? Nega jinoiy to'daning ashaddiy dushmani prokuror yordamchisi Paul Conradning turmush o'rtog'i Jenni Conrad xiyonat ko'chasiga qadam bosdi? Xiyonat va jinoyat jazosiz qolishi mumkinmi? Asarning audio shaklini tinglash orqali shu kabi og'ir savollarga ziddiyatli va mutlaqo kutilmagan voqealar silsilasida javob topasiz.